Bugun sizlar bilan yana bir og'riqli kasallik plantar fassit va uni keltirib chiqaradigan shpora kasalligi haqida gaplashamiz. Shpora keltirib chiqargan plantar fassit kasalligida bemorlarimizda dastlab startiv og'riqlar, ya'ni dastlabki qadamlarning o'zida sanchiqli og'riqlar paydo bo'ladi. Kasallik zo'riqib, zararlanish kuchaygandan keyin esa doimiy og'riqlar, ya'ni har bir qadam og'riqli o'tishgacha boradi. Bu kasallikni davolashda birinchi navbatda osteofitlar zararlangan to'qimalarni qayta tiklashlik uchun plazma terapiya hamda unga qo'shimcha qilib yallig'lanishga qarshi preparatlar yuboriladi. Ikkinchi navbatda og'riqni keltirib chiqarayotgan osteofitlarni parchalash hamda u joydagi qon aylanishini tiklash uchun udarniy volnoviy terapiya, ya'ni zarbali to'lqin muolajasi qo'llaniladi. Uchinchi navbatda bemorga doimiy kiyib yurishlik uchun ortopedik pataklar, ya'ni stelkilar tavsiya qilinadi. Bular u yerdagi to'qimalarning zararlanishini oldini oladi. To'rtinchi navbatda esa bemorlarimizga doimiy bajarishliklari uchun davolovchi jismoniy tarbiya mashqlari tavsiya qilinadi. Agar siz va yaqinlaringizni shunday muammo bezovta qilsa, bizga murojaat qiling. Biz sizlarga albatta yordam beramiz.